Assalomu alaykum. Mana bugun biz bo'yin ovqat qilamiz. Unga kerak bo'ladi, mana bo'yin kerak bo'ladi, kartoshka faqat. Kartoshka bilan bo'yin. Bo'yinimiz mana katta qo'chqor, 60-70 kilolik qo'chqorni bo'yni. 4 kilolik 250 gram chiqdi. To'g'risiga qo'yib ko'rdim. Tamam, 4 kilolik 250 gramlik bo'ynimizga ko'mibroq turish uchun yog'ni 1 litr solib hozircha keyin yog'ni olib tashlaymiz. Mana go'shtimizni oldi va orqa tomonini qizartirib olamiz yog'ga. Mana soldik, bismillah. Bo'ynimiz katta ekan, qozonga ham sig'mayapti. Xudo xolisa mana hozir oldi va orqasini qizartirib olamiz. Bu kişilerle çok iyi. Çok da dayanışlardı. Orada kasırda buraya tamam kızartıp oldu. Ağırlığı da bunu aylandırıp almalı. Ana ikki tomonni hozir qizartirib oldik bo'yinni. Hozir ikkinchi tomonni qizartirib, 7 qavat yoki 6 qavatga dimlab qo'yamiz past olovda. Mana ikki tomonni qizartirib oldik. Hozir buni qo'yamiz. Buni olish ham juda qiyin bo'lyapti. Mana bo'yinimiz ikki tomonini qizartirib oldik. Chiroyli ku. Hozir solgan 1 litr yog'imizni ham olib tashlaymiz. Mana qozonga solib, azida pripravasini beramiz, suv solib 6 soatga dimlab qo'yamiz. Ovqatimizni hozir 6 soatga biz past olovga dimlab qo'ydik. 6 soatdan keyin ochamiz. Xudo xolisa bo'yindan yechib qoladi. Mayli ochib qo'ydik. Ovqatimizga chiroyli qilib. Buni ochdik. Chiroyli qilib bezatamiz ovqatimizni. Xudo xolisa mana go'shtlari shil bo'lib qolibdi. Mana yumshoq bo'lib, ancha yaxshi. Yana 1 soat tursa, keyin kartoshka solamiz. Pripravasini ham bilamiz. Yana solamiz. Kartoshkalarimiz sovoldi. Endi cho'mishda 2 cho'mich kartoshka pishirgan yog'imizni solamiz. Pripravlarni qilamiz. Turchalar, shirinlar va tepas qattiq qilib. Lagi kasih. Ada tekan dalam lagi. 35 minutga dimlab qo'ydim hozirda. Qozondan 35 minutdan keyin bo'yinimiz tayyor, bo'yin. Ovqatimiz pishdi mana. Voy, suvlar ajralib ketyapti. Mana bu qaranglar. Mazasini qaranglar. Zo'rligini qaranglar.
Mana ikkita limonni shundoq siqamiz hozir. Ana voydod, mana endi zo'r bo'ldi, mana mazasi zo'r bo'ldi, mana. Hozir bilan zo'r ovqatimizni ko'ring, ovqatimizni voy. Keling mehmonga. Mana yog'laridan qo'yib, yog'laridan mana lochida patirlar bilan zo'r bo'ladi, xudo xolisa. Mana yog'larni qaranglar, yog'larni.